Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Mana navbatdagi issiqxonamizni ham o'z egalariga topshirdik. Issiqxonamizni manzillariga keladigan bo'lsak, Farg'onani Vodil tumaniga qurganmiz. Issiqxonamiz ixcham issiqxona bo'lib, koreyskiy tandoq uslubida bo'lgan. Mana yo'llari havo almashadigan bo'lgan. Arkalarimiz orasi 1.30 danga bo'lgan. Yo'llar balandligi 2 metr. Eniga 760 bo'lgan. Yuqorisidan fortichka ham qilib berganmiz. Eshigimizdan bemalol kultivator sig'adigan. 1.10 1.20 bo'lgan. Orqa tarafda ham bor fortichkamiz. Arkalarimizni qalinligi, tashqi diametri trubamiz 32 lik, stenasi 1.7 bo'lgan, kraskalangan. O'rtasi 4 metr bo'lgan. Ikkita yondan havo olmishligi bo'ladi. Bu tarafdan. Bugün 23 fevral günü, seshanba kunida xolis mana soat og'iz ochar payti qoldi, xolis topshiramiz bugun. Biroz hali salafonlarni to'plamada xolisa bitirgandagi salafonlarni to'plab qo'yamizda egalariga topshiramiz. İyi. O böyle. Aşağı kimse oyuncu video ki. Ha videoga olibdimiz. Mana kechikirganda iftordan keyin ham qolgan ishlarni bitirib, instrumentni yig'ishtirib mana havo almashadigan yo'llarimiz. Biz doim ishlaymiz. Ramazonda ham qo'ldan kelganicha harakat qilib Limonlar yeyuvchi bo'layotib qo'y. Limonmi? Bodro'nga akalish kerak akamiz. Liminar bo'lsa liminar dedi endi. To'g'ri boshlashga bodro'nga mana deyaptilar. Bu ishtayman, mashina qurgan, vaqt syomka chiqoladi. Usta necha kunda bitta mana shu issiqxonamiz? 3 kunda bitirib yubordik-ku. 3 kunda bitirib yubordik. Gap yo'q, qo'linglar dars ko'rmasa. Ana zo'r bo'pti. Bo'lmasa 2,5 kun ekan. Ha, 2,5 kunmi? Topshiriqdan Abitga keldik bu yerga. Ha. Abitdan keyin boshlab 2,5 kundan. Xudo xohlasa Toshloq videosini shundan keyin orqam ketin joylaymiz, xudo xohlasa. Ko'rib like bosib qo'yishlar, usta mehnatini qadrlab turib, har bir kishini obunachilarga deb videosini qilib olyapmiz mana. Hammaga shunaqa issiqxonalar nasib qilsin. Qo'llab-quvvatlar like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Narxini kommentariyaga yozib qo'yamiz. Sotuvning narxini. Salafonlarimiz 130 mikrolik salafon, Xitoy salafonidan olib berganmiz. Ham bitta mana bundoq urib qo'yilganiga dum bilarmi dum. Qarang. Deyapti-ku. Arkalarning orasi nechi bo'lgan usta? Arkalarimiz orasi 1.30 bo'lgan. 1.30. Yo'llari balandligi nechi? Balandligi 4 metrdan o'tgan. O'rtasi 4 metr. O'rtasi 4.20. Ha, chekkasi 2 metr. Chekkasi 2 metr. Bo'ldi mana. Qo'shimcha ma'lumot.